Assalomu alaykum, bizni kuzatayotgan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun Respublika Ma'naviyat ma'rifat markazi Hazoros tuman bo'linmasi qoshida yangi javohir loyihasini sizlarga taqdim qilmoqdamiz. Bugun mana shu dasturimizga suhbatdoshimizni taklif qilganmiz. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, o'zbek tili adabiyot fani o'qituvchisi, hurmatli Durposha ustozimiz Xudoynazarova bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. San'atbek, xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirish yo'lidagi jonbozlik bilan qilayotgan mehnatlaringizga muvaffaqiyatlar tilagan holda mazkur javohir ko'rsatuviga ham oq yo'l tilaymiz. Katta rahmat. Xursandman taklifingizdan. Salomat bo'ling. Ustoz, bugun siz bilan so'z mulkining sultoni Hazrat Alisher Navoiyning boy merosi haqida suhbatlasak degandim. Ustoz, bugungi bizni kuzatayotgan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilariga Hazrat Alisher Navoiyning ijodiy merosi haqida ma'lumot berib o'tsangiz. San'atbek, Alisher Navoiy haqida gap boshlashdan oldin hamisha mening xayolimga muhtaram birinchi prezidentimizning aytgan so'zlari esimga keladi. U kishi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy haqida shunday degan edilar: u zotni avliyo desak, avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir degan edilar. Haqiqatdan ham Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hazratlaridan bizga, insoniyatga, bashariyatga judayam katta boy adabiy meros qolgan. U kishining she'riy asarlarini sanab o'tmoqchi bo'lsak, birinchi devoni muxlislar tomonidan tuzilgan, adabiyotshunos olimlar tomonidan ilk devon nomi bilan yuritiladi. Qolgan 7 ta devonni o'z qo'llari bilan tartib berganlar. Birinchi o'z qo'llari bilan tartib bergan devon Badoiul Bidoya deb nomlanadi. Ya'ni go'zalliklarning boshlanishi, badiiyliklarning ibtidosi. Ikkinchi devonlari Navodrun Nihoya deb nomlanadi. Keyin Hazoinul Maoni, ya'ni ma'nolar xazinasi, Chor devon nomi bilan ham mashhur. O'sha devonga kiritilgan 4 ta devon. G'aroibus Sig'ar devonlari, Navodrush Shabob, Badoiul Vasat, Favoidul Kibar devonlari. Mana 6 ta muxlislar tartib bergan devonlari bilan 7 ta va fors tojik tilida yozgan g'azallarini to'plab Devon Foni nomi bilan devon tartib beradilar. 8 ta muhtasham devon meros qoldirgan bo'lib, bundan tashqari yana juda ko'plab asarlari turkiylarning faxriga sabab bo'lib kelyapti. Nasriy asarlari, monumental asar bo'lgan mana xamsasi, 5 ta muhtasham dostonni o'z ichiga oladigan. Keyin ustozlari Pahlavon Muhammad vafoti bilan bog'liq Holati Pahlavon Muhammad, Said Hasan Ardashirga bag'ishlangan Holati Said Hasan Ardashir, ustozlari Jomi hazratlariga bag'ishlangan Hamsatul Mutaxayyirin asarlari va Hazrat Navoiyni muxlislariga, kitobxonlarga yirik tilshunos olim sifatida tanitadigan Muhokamatul Lug'atayn, 2 til muhokamasi asari, turkiy va forsiy tillarni muqoyasa qilib taqqoslab beradilar va hazratni xalqimizga adabiyotshunos olim sifatida tanitadigan Mezonul Avzon asarlari, ya'ni vaznlar o'lchovi deb nomlangan asarlari
yirik bir tazkirashunos sifatida qilgan ulug' ishlari, juda ham bag'oyat ulug' ishlarni qilganlar. Majolisun nafois, nafis majlislar asarlari o'sha paytda Navoiy hayotlik paytlarida Hirotda va Hirot atroflarida yashab ijod qilayotgan 459 ta ijodkor haqida to'laqonli ma'lumotga ega bo'lamiz bu asarni o'qib. Va shayx shoirlar, ulug' shayxlar haqidagi tazkirasi Nasoimul muhabbat min shamoimul futuvat asarlari. Yana bundan tashqari Risolai tir andohdan har safar o'ylasam hayratlanaman, o'q otish to'g'risidagi risolalari va o'zlarining muqarrab insonlari, ya'ni yaqin insonlari bilan qilgan yozishmalari jamlangan 88 ta xatni, maktubni o'z ichiga olgan Munshaot asarlari Hazrat Navoiyning. Keyin ana 40 ta hadisni she'riy yo'ldan nima qilganlar, mazmunini berganlar kabi asarlarini sanab o'tish mumkin. Juda ham katta boy ijodiy meros qolgan. Ustoz, Hazrat Alisher Navoiyning asarlari bugungi kunda yoshlar tarbiyasi haqidagi fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Navoiy hazratlarining har bir asarida yoshlarga alohida bir e'tibor qaratganliklarining guvohi bo'lamiz. Mada hali men sanab o'tmadim. Hazrat Navoiy 1499-yilda o'zining tasavvufiy dostonlari Lison Tayrni yaratgan bo'lsalar, 1500-yilda bu oxirgi asarlari deb ko'rsatiladi, Mahbubul Qulub asarini yaratganlar. 1501-yil 3-yanvarda Baqoga ko'chganlar keyin. Shu Mahbubul Qulub asarini olamizmi? Bunda yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratadilar. Nimada butun hayotda o'zining ko'rgan nimalarini, boshidan kechirgan yaxshi yomon kunlarini umumlashtirib, xulosalar chiqarib, mana shu Mahbubul Qulub asarida beradilar. Bu asar yoshlarga chuqurroq o'rgatilishi kerak deb o'ylayman. Chunki 3-bobida o'sha odob, axloq masalalariga to'xtalib o'tadilar. Masalan, shunday nimalar bor, bayt borda. Tarki odob belgisi kulgudur, kulgu tarki odobga belgudur. Ya'ni o'rinsiz kulgu deydilar Hazrat, odobsizlikning birinchi ko'rinishidir deydilar. Bu xuddi momolarimiz, bobolarimiz o'rinsiz kulma, yig'laganni so'rama, kulganni so'ra deydilar. To'g'ri. Deb ko'p nima qilardilar. Eslab ketaman. Endi bu Mahbubul Qulub ham juda ham muhtasham asar. Hazrat Navoiy o'zlaridan shunaqa boqiy bir so'z qoldirayotganliklarini o'zlari ham bilgan va faxriya tarzida shunaqa gaplari bor. Aytib o'tkim keladi. Haqiqatdan ham mana biz avlodlar Nizomiddin Mir Alisher Navoiy bilan faxrlanamiz. O'zlari ham faxrlanganlar. U kishi aytadilarki, umidim uldirki va xayolimga andoq kelurkim, so'zimning martabasi avjdan quyi yenmagay va asarlarimning tantanasi a'lo darajadan o'zga yerni yoqtirmagay deb nima qiladilar, umid qiladilar. To'g'ri. Endi ustoz, bugungi kunda mana yoshlarga o'rnak bo'ladigan Hazrat Alisher Navoiyni ijodidagi ular tomonidan qilgan
o'gitlar yoki bo'lmasam ustozlarga hurmat ehtiromi qay darajada bo'lgan Hazratni, shular haqida bugungi yoshlarimizga qiziqarli ma'lumotni berib o'tsangiz. Endi Hazrat Alisher Navoiy ustozlarga juda ham yuksak ehtirom bilan qaraganlar. Husayn Boyqaro do'sti, maktabdosh do'stlari Husayn Boyqaro Hirot taxtiga o'tirganlaridan keyin bu paytda Alisher Navoiy Samarqandda tahsil olayotgan bo'ladilar, chaqirtirib oladilar va vazirlik martabasini beradilar. Oldin muhrdorlik, keyin vazirlik martabasini beradilar. O'sha tarixiy manbalarda o'qish mumkin. Navoiy haqidagi barcha ma'lumotlar bizga to'la yetib kelgan. Bu juda ham katta bizning saodatimiz. Hattoki o'sha bir davrda yashagan Zayniddin Vosifiyning Badoiul Vaqoi asarini o'qisak ham Navoiy haqida ancha ma'lumotlarni olishimiz kerak bo'ladi. Shu bir nimada aytiladiki, shohga eng yaqin amir bo'lgan, muqarrabi shohiy, ya'ni shohning eng yaqin kishisi degan unvonga ega bo'lgan Alisher Navoiy. O'sha vazirlik paytlarida bozorlarni aylanar ekanlar, qani xalq qanaqa yashayapti degan maqsadda aylanar ekan. Demak, yonlarida ashoblari bilan birga, hokimlar bilan birga o'sha bozorda ketayotsalar, yaxshi ko'rgan amirni xalq juda ham yaxshi ko'rgan amirni gullar bilan kutib olishga chiqib, shu yo'llarda Navoiyni kutib turgan paytda ko'rishib, hol ahvol so'rab, yana otga irg'ib minib yo'llarida davom etar ekan. Shunda hech kim endi vazir-ku, yurak yutib biror nima deya olmay sekin ketayotsa, bitta mulozim chiday olmay, Vaziri Akbar, sizning shuncha iltifotingizga sazovor bo'lgan yigit kim bo'ldi deb savol bergan ekanlar. Shunda Nizomiddin Mir Alisher Navoiy Hazratlari, bu yigit menga saboq bergan ustozimning nevaralari bo'ladi deb javob bergan ekanlar. Keyin ana nimada Xamsaning boshlanishida debochasida ham oldin Allohga hamd, payg'ambarimizga nat sallallohu alayhi vasallam, dan keyin ustozlar ta'rifida keladi va o'sha Jomiy hazratlariga va boshqa ustozlariga, Nizomiy Ganjaviy, Xisrav Dehlaviylarga o'zlarining juda ham yuqori, yuksak ehtiromlarini bayon qiladilar va ijodida juda ham ko'plab misralarni, shoh baytlarni uchratishimiz mumkinki, masalan, mening haq yo'lida kim senga bir harf o'qitmish ranjila, aylamak bo'lmas ado, oning haqin yuz yanjila, yoki bo'lmasa o'sha o'rta asrlarda eng yuqori mansab Shayxul Islomlik mansabi hisoblangan va qozilik mansabi yuqori mansab bo'lgan ekan. Chunki shoh ham shu ikkalasini tinglaganlar, shu ikkalasining buyrug'iga bo'yinsungan shoh ham. Hazrat Navoiyda shunday misralar bor. Shogird agar Shayxul Islom, agar qozidir, agar ustoz andin rozi, Tengri rozidir dedilar Hazrat Navoiy. Ana shundan ham ustozimizning, bobo kalonimizning, ajdodimizning mana 600 yilga yaqinlashib qoldilar. Bir 16 yildan keyinmi 600 yillik sanasini nishonlaymiz. Xudo nasib qilsa, ana ehtiromini ko'rsak bo'ladi ustozlarga nisbatan. Rahmat ustoz, chiroyli suhbatingiz uchun. Endi shu o'rinda yana bir savol bilan murojaat qilmoqchiman ustoz. Mana Navoiy
o'zini asarlarida ustozlarni ta'rifi va shu o'rinda Navoiyni ustozlari ham shogirdlariga bir chiroyli ta'riflarni qilgan ekanlar. Ayniqsa orazin yopqoch ko'zimdin sochilur har lahza yosh. Bo'yla kim paydo bo'lur, yulduz nihon bo'lg'ach quyosh. Mana shu ustozlari mana shu bitta bayt uchun fors tojik tilida yozilgan 12 ming misra she'rimni almashaman degan ekanlar. Bu ham albatta shogirdlarga bergan bahosi bo'lsa kerak, ustoz. Albatta, albatta. Endi Navoiy hazratlarining bolaligi haqida to'xtaladigan bo'lsak, Navoiyni 4 yoshlarida otalari o'sha paytda Sabzavor shahrining hokimi bo'lganlar G'iyosiddin Bahodir maktabga beradilar. O'sha paytda hali maktabga borishdan oldin o'qishni o'rganib olgan bo'ladi Navoiy, kichkina Alisher. Shu maktabga borib ham saboqlari haftayak o'qib o'tirganida Alisher o'z davrining ulug' shayxi hisoblangan, Navoiydan bir 200 yillardan ham ko'proq oldin yashab o'tgan Farididdin Attorning Mantiqut Tayr asarini bekitiqcha o'qib o'tirganligini sezib qolib, ustozi tortib oladilar va otalari G'iyosiddin Bahodirga olib borib beradilar. Va bu asar juda ham ulug' asar ekanligini, hali yoshi katta talabalar ham bu asarning hazmida, bu asarni anglashda, mushohada qilishda ancha qiyinchiliklarga uchrashini aytib o'tadilar va kitobni Alisherdan yashiradilar birgalikda. Lekin eng hayratlanarli joyi shundaki, 4 yashar Alisher yod olgan edi. Boshdan Tayrni bosh oyoq yod olgan edi. Shuning uchun ham bir ilohiy bir bog'lanishlarni ko'raman. San'atbek 1499-yil umrining oxirlarida Lison Tayrni yozadi. Ko'pchilik adabiyotshunoslar bu nima javob tarzida yozilgan deb nima qiladilar. Lekin aslida bu Mantiqut Tayrning erkin tarjimasi edi. Lison Tayr ko'p narsalarni qo'shib erkin tarjima qilgan edilar. Tasavvufiy asar. Ana endi Farhod va Shirin dostonida Alisher Navoiy Farhodni shunday tasvirlaydi. Farhod 10 yoshida Qur'oni Karimni yod oladi. Juda ham katta quvvai hofizaga ega bo'lgan bolalik paytida. O'sha Farhod aynan Alisher Navoiyning o'zlari deb o'quvchilarimga aytib kelganman, shunday degim keladi. Shu Farhod va Shirinda Farhodni yaxshi o'rganing. Bu Alisher Navoiyning o'zlari degim keladi. Farhodning ham xotirasi juda ham o'tkir bo'ladi. Kuchli bo'lgan. Juda kuchli bo'lgan. O'sha bolaligini tasvirlagan paytda sevib, erkalab tasvirlaydi Navoiy hazratlari. O'qib o'tmak shiori, qolib sahfa yodida bori. Agar bir qatla ko'rdi sabaqni, qayta ochmoq yo'q edi ul varaqni deb tasvirlaydi. Demak, ana Mantiqut Tayrni 4 yoshida yod olgan Alisher Navoiy edi bu Farhod. O'z davrining malikul kalomi, ya'ni so'z podshosi bo'lgan Lutfiy hazratlarning yoniga G'iyosiddin Bahodir o'g'lini 12 yoshida olib boradilar. Va hali siz aytib o'tgan matla bilan boshlanadigan g'azalni o'qib beradilar va shunday yuksak baho bergan. Rahmat ustoz. Ustoz chiroyli
suhbatingiz uchun sizga tashakkur aytamiz. Endi bugungi shogirdlaringizga, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni kuzatayotgan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilariga, bugungi kitobxonlarga o'zingizni tavsiyalaringizni berib o'tsangiz. Navoiyni har kun o'qinglar. Mening o'zim ham har kun o'qiyman. Ba'zan odam ishdan, hayot tashvishlaridan charchab ketgan paytda Navoiyni mutolaa qilsa, hamma dardlariga Navoiydan shifo topa oladi. Navoiy ana shunday avliyo inson. Men shu Navoiyga qayta murojaat qilishimni o'zimning bir she'rimda nima qilib o'tganman, aytib o'tganman. Agar ruxsat bersangiz, o'zimning ijodimdan o'qib bersam. Dunyolardan bo'lganda bezor, qo'l siltab abad va azallariga, ketkim kelaverar takror va takror Hazrat Navoiyning g'azallariga. Unda so'zmas tuyg'ular bilan tillashmoqqa qodir dunyo bor, imolari arshni gullatgan ayol otliq sohir dunyo bor. Unda ayol mo'jiza misol, kalomiga hadyadir olam, moh tal'at va oftob jamol, chindan muqaddasdir, chindan muhtaram. Hayo bilan yuzlar ollanib, hushing olar adolar, nozlar, sahifadan chiqar sollanib, suman bo'y, suman so va sarvinozlar. Xayollamay kel qaro ko'zim, laylilarga yetib olamiz. Qo'llarimdan tutgil azizim, Navoiyga ketib qolamiz, Navoiyga ketib qolamiz. Men yoshlarimizga Navoiyni mutolaa qilish saodatini, Navoiyni anglash, tushunish saodatini tilab qolaman. Katta rahmat ustoz. Chiroyli she'r bo'libdi. Mana shu o'zingizning ijodingizdagi, shaxsan o'zim ham sizni ijodingizga alohida e'tibor berib, mana yaqinda nashrdan chiqqan kitoblaringizni ham varaqlab chiqdim. Juda ham bir chiroyli she'rlar. Kuzatuvchilarimizga ham tavsiya qilamiz ustozimiz ijodidagi she'rlardan bahramand bo'lishlarini. Ustoz, qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni mana shu yangi loyihamizga tashrif buyurganingiz uchun sizga katta rahmat aytamiz. Doimo mana shu sog' salomat bo'lib, shogirdlar tarbiyalashga sizga ulkan kuch-quvvatlar tilab qolamiz. Salomat bo'ling ustoz. Rahmat Sanatbek. Sizning ham ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Umringiz uzun, rizqingiz ziyoda, martabangiz baland bo'lsin o'g'lim. Rahmat ustoz. Muvaffaqiyat. Salomat bo'ling ustoz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi Javohir loyihamizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Navoiyni anglash, doim biz moziyga qaytib ish ko'rsak, xayrli bo'ladi albatta. Bugungi ko'rsatuvimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.